bermayman. Va alaykum assalom. Ja, qalaysan? Rahmat. Nima qilirsan? Tog'a menga Noveskiy temir kerak edi. Temirman, o'zim yaqin ukalarim bor qilib beradi. Arzon qilib Ha, beradi. adang yaxshimi? O'zim opam o'g'li. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib kelishtirib bergan, xommi? Meniki esdan chiqmasin. Aka, zo'r narxda qilib beraman. Hurmatingiz bor hamdamaga. Bo'ldi, qara, jan o'zim olib borib beraman. Bergan emassan. 300 ming bersang bo'ldi, yetadi. 300 ming kammasmi, tog'a? Muhimi oqibatimiz yo'qolmasin. Mana shunaqa payt foydam tegmasa, qachon foydam tegadi? Hozir mashinani olib kelaman. Rahmat, tog'a. Meniki esdan chiqmasin. Keling, aka, nimalar qarab? Assalomu alaykum. Sizdanmi aka? Ha, mandan. Necha pul bo'lyapti? 48 ming qilib beramiz. 48 ming ko'proq olsam kelishtirib bermaysizmi? Qancha olasiz? 400 ming aytib. Kechini ichida qilib bersanchi? Soqqasini olib kelaman hozir mashinani. Bori cho'pirchilik qilmayman shekilli. Chapani bo'ladi. Mashina? Ha, mashinangdan 400 metr sotib qo'ydim. Nech pul edi? Bu 90 ming, aka. Hazillashma, Voy, hamdamaga mas bilan biror hazillashib yuruvmidim? 40 mingmi? Va Mesli 40 ming, bu rossiyskiy qalam bu. 90 mingmi? Ha. Alo. Aka, men o'zim